Hammasiga salomlar. Bugun dunyodagi eng katta attraksionni qurdim va bu dunyodagi eng katta attraksion qildimmi o'zi? Uni ham bilmayman. O'shaning uchun sinab ko'ramiz. Video boshlamasdan o'zingizni obuna qo'ying, chunki shuncha mehnat qildim. Bu narsani yaratish uchun 3 soat mehnat qildim va videoni tayyorlash uchun atigi 1 soatgina ketdi. Atigi 1 soat. Kuniga bitta video o'zi 4 marta ko'rilmaydi, lekin men 4 soat vaqtim ketadi. O'shaning uchun omad qo'yishni unutmang. Yana bitta sovg'am bor sizlarga. Bugun endi shundan boshlab Dilnora men bilan o'ynaydi. Dilnora nima deysan? Hammasiga obuna bo'lishda, like bosishni unutmayman. Jigarlar sizlardan bitta iltimosi, videoni ko'rgandan birdaniga shunchaki ko'rmasdan iltimos like bosib qo'ying, chunki tekin narsa-ku, pul talab qilmasa, masalan pul yuboring demasam, chunki men kompyuter olishim kerak-da, o'shaning uchun kamida 1000 ta like deganda videoga 1000 ta like bo'lsa, qaysidir videoni olib beraman degan. O'shaning uchun maksimal podpishka qilib, obuna bo'lib, kommentga yozing, chunki kommentga yozsa, like bosishdan ham ko'ra obuna bo'lib kommentga yozsa, ko'p odam ko'rib chiqadi yana. O'shaning uchun eng kamida 1000 ta like jigarlar. Agar yana 1000 ta like qilsak, men shu narsani hardcore qilaman. Hardcore rejimda Minecraftda eng katta, bundan ham katta attraksion qilaman. O'shaning uchun iltimos like bosib obuna qo'yinglar jigarlar. Hozirda esa atigi 20 tagina nimam bor. Ko'ryapsiz, masalan, agar shu kompyuter bo'lganda qanaqa grafikada bo'lardi? Tasavvur qiling, ha. O'shaning uchun agar yana shartlaringiz bo'lsa, obuna qo'yishni ham unutmangizlar. Shunchaki shart bering, biz Dilnor ikkovimiz jarjanamiz. Dilnor, hammaga xayr deyapsanmi yoki hammaga salom deysanmi? Obunachilarga nima deysan yana bir marta? Maslahat qanday bersan? Like shu.